Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun biz buqa boqishda kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun buqa boqishdagi sirlardan bittasini ochib o'tamiz sizlarga. Videoga obuna bo'lib qo'yish. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan buqa boqishdagi asosiy o'rin. Assalomu alaykum. Buqa boqishdagi asosiy sirlar. Assalomu alaykum. Buqa boqishdagi asosiy sirlardan bittasini bugun ochib o'tamiz. Kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Foydali videolarni albatta o'tkazib bormang. Qani ketdik. Buqa boqishdagi asosiy sirlardan bittasi bu kalsiy vitamini. Kalsiy nimaga kerak degan savol tug'iladi. Kalsiy yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa buqalarda bu qimirlashiga, suyaklarni mo'rtlashiga olib keladi. Kalsiyni shuning uchun berib turishimiz shart. Agar tishi qimirlab qoladigan bo'lsa, bu oziqa agar tishi qimirlab qoladigan bo'lsa, oziqani yeyishi va hazm qilish jarayoni buziladi. Hayvonimiz semirmaydi. Tishi og'riganning hisobiga ovqat yeyishi yaxshi bo'lmaydi. O'shaning uchun muntazam ravishda buqamizga kalsiy berib turishimiz shart. Kalsiy qanaqa tartibda beriladi? Kalsiyimiz olamiz, har kuni bir qoshiqdan beriladi. Arzon, o'zi arzimagan narsa turadi, lekin juda ham asosiy vazifani bajarib beradi. Bilaman, video foydali bo'ldi. Videoga like bosishni unutmang. Buqa boqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.